Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Rahmat, sizmisiz? Maktabimizga xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Sizga bir ajoyib savollar tayyorlab qo'ydim. Savollarimga javob bersangiz xursand bo'lardim. Inshaalloh. Ya'ni maktab rivojlanishida yana ham nimalarga e'tibor berishim kerakligini o'rganaman sizdan ustoz. Inshaalloh. Siz mana ota sifatida farzandingizni bizning maktabda o'qitasiz. Ungacha maktab tanlashda nimalarga ko'proq ahamiyat bergansiz? Xo'p, maktab tanlashda birinchi bo'lib albatta axloq me'yorlariga rioya qilinishi. Albatta u axloqni o'zi emas-ku maktabda endi. Maktabda asosan ilm fan o'qitiladi. Fanlarning yaxshi o'qitilishi, yaxshi mutaxassislar bo'lishi, ustozlar malakali bo'lishi kabi omillarga e'tibor berganman va mana shular asosiy, ya'ni jihatlar deb o'ylayman. Masalan, maktabda birinchi bo'lib bilim va axloq yaxshi bo'lishi kerak. Qadriyatlari yaxshi bo'lishi kerak. Endi yeb-ichish masalasi, aytaylik, xonalarning sharoitlari va hokazolar, ular undan keyingi omillar. Eng asosiy biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlar va maktabning eng katta xizmati ham shunda. Chunki uyda ham ovqatlantiraverasiz. Uyda ham yedirib ichirish mumkin. Oldin biz masalan biz maktabda o'qigan paytimizda biz maktablarning ovqati ham juda sodda edi, o'zi ham juda sodda edi. Lekin o'sha maktablardan yaxshi olimlar yetishib chiqqan. Demak, asosiy muhim jihat maktabda men o'zim e'tibor berganim shu bilim va axloq. Ustoz, keyingi savolim, Azon School maktabini 3 ta eng yaxshi sizga yoqqan jihatini sanab bera olasizmi? Ya'ni men o'g'lim shu yerda o'qigani uchun siz qaysi jihatlarini ma'qul ko'rasiz deyman. Ota sifatida. Ota sifatida. O'sha oldingi savolda aytilgandek, bilim va xulq. Bu yerdagi bilim va xulq bizni demak farzandlarga inshaalloh manfaatli deb bilganimdan va shundan qanoat bo'lganidan farzandlarimiz bu yerda o'qishiga qiziqqanmiz. Va alhamdulillah hozir mana o'qishlari yomon emas, axloqi ham yomon emas. Xursandmiz. Demak, bu bitta jihati axloqi. Axloqi va bilimi bitta jihati bo'lsa, ikkinchi jihati sharoiti ham yaxshi. Masalan, yozda salqinligi bor, qishda issiqligi bor. Undan keyin yana bir jihatini aytishimiz mumkin. Tartib yaxshiligi. Masalan, bolalarning kelib ketishi va hokazolarda hammasi tartiblar, bolalar beparvo, qarovsiz qolmaydi. Shu bilan birga yana oziq-ovqat ham yaxshi. Meni bilishimcha oziq-ovqatdan ham masalan hozircha bolalardan bir shikoyat eshitganimiz yo'q. Ular xursand, alhamdulillah. Ustoz, mana Muhammad Sodiq katta farzandingiz 4 yildan beri Azon Schoolda o'qiydilar bizada. Shu 4 yil davomida farzandingizda o'zgarishlar sezdingizmi? Ya'ni bilim jihatidanmi yo yana boshqa jihatlarmi, ochilmagan qirralari ochildimi? Albatta, bilim jihatdan endi maktabga kelgandan keyin maktabda bilim oldi. Bu bilimlarni biz o'qita olmasdik uyda hech qachon. Maktabdan bilim oldi va maktabda eng asosiy bu yerda ilmga rag'bat shakllandi. Biz albatta o'zimiz mutaxassisligimizdan kelib chiqib o'zimiz bilgan ilmlarni o'qitardik, o'rgatardik, lekin maktab fanlari borasida albatta mutaxassisga muhtojmiz hammamiz ham. O'sha jihatdan masalan ingliz tilisi yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi shug'ullandi. Boshqa bilimlarda ham ya'ni bilimlarga qiziqishi, bilimlarni o'zlashtirishga harakati ya'ni yaqqol sezildi. Oldinda maktab haqida tasavvuri ham yo'q edi, tuzukru. Oldin maktabda o'qigan u, lekin bilimlarga rag'bati uncha sezilmasdi. Hozir endi maktab bilimlarini o'rganishga ancha demak qiziqib qolgan. Balki mana shu ba'zi bir IT soha shunga o'xshagan sohalarni hozir egallayman deb shunga harakat qilib yurishibdi. Demak, shu maktabdagi muhit, maktabdagi ilmga bo'lgan, demak, bilimga bo'lgan imkoniyatlar va bu yerdagi munosabatlar shu bolani mana shunday ilmga, fanga va tartibga tushishiga albatta katta xizmat qiladi. Keyin mana shu holatni ko'rib, ikkinchi o'g'lim Muhammadni ham shu maktabga topshirdim. Inshaalloh aka-uka birgalikda maktabda yaxshi o'qishadi degan umiddaman. Biz ham harakat qilamiz, xudo xolasa, nafaqat sizni, qolgan insonlarni, shu yerdagi ota-onalarning ishonchini oqlash uchun izlamayapmiz. Xudo xolasa, juda ham yana yangiliklarimiz bor.
yana oxirgi savolim sizga boshqa ota-onalarga ham siz ota sifatida Azon School maktabini tavsiya qila olarmidingiz? Endi tavsiya qilaman deyishim ham shart emas. O'zim masalan o'zingizga ravo ko'rgan, boshqaga ravo ko'rasiz. Endi maktablar ko'p, alhamdulillah, lekin har kim o'zining talabi, o'zining ixtiyori, o'zining qiziqishiga qarab maktab tanlaydi. Shuning uchun men ota-onalarga aytishimiz mumkin. Kelinglar, o'rganinglar. Agar shu maktabdagi sharoit, shu maktabdagi harakat, o'quvchilarning rahbariyatini maktabda rivojlantirish borasidagi demak tashabbuslari, tartiblari sizlarga ma'qul kelsa, ma'qul keladi deb o'ylayman inshaalloh. Va albatta ular bundan mamnun bo'lishadi deb umid qilaman. Rahmat. Endi bizga maslahatingiz, ya'ni kelajakda yana ko'proq nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? E'tibor berish kerak bo'lgan jihat bu mana endi sizlar o'z mutaxassislar, shuncha farzandlarni tarbiya qilyapsizlar. Bu men umumiy bir tavsiyalarni aytmoqchiman. Har birimiz o'zimiz farzandimizga qanaqa mehr bilan yondashamiz, uni kelajagiga qanday qayg'uramiz. Maktabga qadam bosib kelgan har bir o'quvchi sizlarga farzand hisoblanadi, ya'ni ma'naviy farzand bo'ladi. O'sha shogirdga, ya'ni ota-ona farzandiga nimani ravo ko'rsa, shogirdga ham xuddi shuni ravo ko'rish kerak. O'zining farzandlarini qanchalar barkamol bo'lishi uchun jon kuydiradi. Har bir o'quvchi sizlarga farzand. O'z farzandinglarning kelajagi haqida demak tashvish qilgandek yondashuv bo'lsa agar, bu o'zi mana shu hamma narsani tartibga soladi. Ikkinchisi, hozir xususiy maktablar alhamdulillah ko'payib, raqobat yaqqol ko'rinyapti. Bunday paytda demak to'g'ri, raqobat yaxshi. Lekin o'sha malakalar keyin bu maqsad faqat tijorat emas-ku, masalan maktabdan maqsad millatni tarbiya qilish. Shu e'tibordan men umid qilardim, tajribalar almashilsa. Ya'ni sirli, masalan bizning bir sirimiz bor maktabda, uni hech kimga aytmaymiz, toki faqat bizni maktab bitirganlar boshqacha bo'lsin degan yondashuv, bu o'zini manfaatiga millatni garovga qo'yish bo'ladi. Unaqa raqobatni stol qilayotganda, masalan stol yasayotgan qo'llasa bo'ladi. Choynak yasayotgan o'sha sir-sinoatini saqlasa bo'ladi. Ammo ta'limda sir-sinoat saqlanmaydi. Sir-sinoat emas, baham ko'rish bo'lishi kerak. Mana sizga bitta misol aytaman. Yevropada men borib o'zim ko'zim bilan ko'rib, ularda mana qishloq xo'jalik, agrar soha juda yaxshi rivojlangan. Men keyin ular yerda so'radim, o'sha yerda yashayotgan o'zbeklardan va ba'zi bir shu joyda shug'ullangan kishilardan so'radimki, agrar soha qanday qilib shunaqa rivojlanib ketgan ularda. To'g'ri, iqlimda ham qulayligi bor, lekin iqlimni o'zi emas, u yerda boshqa gap bor. Shunda ular aytishdiki, bu yerda eng asosiy bir tashabbus shunda bo'lganki, qishloqdagi dehqonlar bir necha aytaylik 10 yillar oldin, balki 100 yillar oldin qishloqdagi dehqonlar har bittasi o'zining hosili yaxshi bo'lishi uchun mehnat qiladi, o'rganadi, bu yilgi xatolarni kelasi yil qilmaydi, mana shunaqa bo'lib rivojlanib boryapti. Shunda bittasi aytaylik rivojlanyapti, ikkinchisi kartoshkani yaxshi yetishtiryapti, bittasi piyozni yaxshi yetishtiryapti. Shunda ularda bir aqlliroq odamlar chiqqan ekanda aytgan ekanki, har bittamiz o'zimizning tajribamizni o'zimizda saqlab, yashirib qayergacha boramiz. Bir-birimizni o'g'irlab o'rganyapmiz. Haligi orqadan kelib o'rganyapmiz. Kelinglar shuni shu o'rtaga tashlaylik-da. Bir-birimizga halol bo'lsin shu tajribamiz. Xudo rizqimizni beradi. O'zimiz to'yinib qolsak, shu dunyoga sotarmiz, atrofga sotarmiz. Bozor topiladi. Shuning uchun tajribalarni qorishtiraylik-da. Keyin shuni o'sha xulosani hammamiz qo'llaylik, hammamizga foyda qilsin. Mana shu bilan agrar soha hali bitta dehqonning tajribasi bilan bo'lsa, ilm bo'lmasdi u. U bir necha dehqonning xulosalari bilan ilmga aylangan. Ilmga aylangandan keyin bular nafaqat mahsulot sotdi, ular o'sha ilmni ham sotdi. O'sha ilmni ham dunyoga pullaydigan bo'ldi. Xuddi shuni singari ta'limda tajribalar masalan alishib,
maktablar bir-biri bilan bellashuvi yaxshi. Lekin bellashuvning oqibatida ya'ni u faqatgina qizg'anish bilan bo'ladigan bellashuv emas. Bu yerda bilimda emas, harakatda bellashuv bo'ladi. Bilimda siz ham men ham bitta narsani bilamiz. Shu qoidalarni bilamiz. Lekin bellashuv mehnatda bo'ladi. Siz o'sha narsani bilasiz, yaxshiroq harakat qilasiz. Men unga unchalik harakat qila olmasam, men orqada qolishim mumkin. Ammo ikkalamizdagi qonuniyat, bilim bir xil bo'ladi. Agar biz nima qilsak, o'sha o'rtoqlashsak. Endi odatdan u malakani va ilmda malakani yashirish nimadan bo'ladi? U mehnatdan qochishdan bo'ladi. Men bitta narsani egallab olsam, bitta sirni bilib olsamda, endi shu bilan boshqalardan ustun bo'lib yuraversam, mehnat ham qilmay qo'yaversam. Endi uni oshkor qilsam, uni siz ham bilsangiz, endi men siz bilan bilimda bellasha olmayman. Endi men mehnat qilishim kerak bo'ladi. Men mehnatdan qochib yashiraman ilmni. Bu noto'g'ri yondashuv. Ayniqsa ta'limda mumkin emas bu. Ta'limda qancha tajriba bo'lsa, qancha yaxshi xulosalar bo'lsa o'rtoqlashish kerak. Yaponiyada maktablar o'rtasida shunaqa uchrashuvlar bo'lar ekan. Maktablarning rahbariyati har 5 yilda jamlanib to'planishib bitta shahardagilar. Har 5 yil emas, tinimsiz bo'lar ekan, 5 yilda o'zgarish qilishar ekan. 5 yil masalan har bir necha oyda to'planishaverar ekan. Har bitta maktab o'zini muammosi, yechimlarini taklif qilar, aytar ekan, o'rtaga solar ekan. O'rganib 5 yil bo'lganda xulosalar, bir xulosaga kelinganda ma'lum bir masalalarda. Har 5 yilda dastur yangilanar ekan. Rivojlanadi. Yangilik bo'ladi. Yangilik bo'ladi. Shuning uchun mana hozir men ba'zi xususiy maktablarga boryapman, juda yaxshi sharoitlar qilishyapti. Juda yaxshi uslublar qo'llashyapti. Shuni o'rganish kerak, nafaqat o'rganish kerak. Yashirincha o'rganib borib, keyin undan foydalansangiz, bizdan o'g'irlab qo'lishyapti deb ikkinchisi gapirib, bunaqa bo'lmaydi. Ta'lim bu millatga xizmat birinchi maqsad. U tijorat emas. To'g'ri. Tijorat o'z yo'lida kelaveradi. Va rizq Allohdan. Allohning bitgani bo'ladi. Shuning uchun biz tavsiyamiz shuki, hamma maktablarga. Hozir siz hamma maktablarga foydali bo'lsa yaxshi bo'lardi degan fikrni aytyapsiz. Hamma maktablarga foydali bo'lish uchun hamma maktab tajribasini o'rtaga tashlasin. Yangi xulosalarni muhokama qilinsin va mehnatda raqobat qilinsa, shunda yaxshi bo'ladi. Fikringizga qo'shilaman ustoz, chunki bizning maqsadimiz ta'limda nafaqat o'zimizni maktabimizdagi, balki mana shu o'zimizning vatanimizdagi yoshlarni chiroyli qilib, omil qilib yetkazsak, hamma bir yoqadan bosh chiqarib, ana shunda jamiyatimiz oldinlaydi va hammaga menimcha yaxshi bo'ladi. Albatta. Aytganingizdek risoladdan tijorat qilib qarash kerak emas. Shundoq. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Ishlaringizga baraka bersin. Amin. Rahmat.